bitta narsa ko'rsatib beraman-da. O'xshatib beraman. Sen topishing kerak. Nimaligini? Ha, mana o'shani. Nima u hayvon predmet? Oldingi hayotimizni ko'rgansan. Oldingi hayotimiz qanaqa bo'ladi u? Oldingi eski hayotimiz ham. Voy, sajina. Yoshlikda deydi-ya. 8 ta hayoting bor. Ha, bor, ikkita hayotim bor meni. Bittasi yomon, bittasi yaxshi. Stul, tabretka-da. Hop. O'tiribdi. Qo'lda kosa. O'tiribsanmi, o'tiribdimi? O'tiribdi. Kim o'tiribdi? Hozir aytsa topib olasan. O'tiribdi, qo'lda kosa. Nimaga o'xshyapti? Savol berishni ham bilmaydi. Savol emas, bu o'xshatish. Aytaymi? O'ylashga vaqt bersa? Topamadingmi? Topibdi hozir. Stolda o'tiribdi, qo'lida kosada, osanmi? Mosh ichini tozalaganimizmi? Yo'q. Mashina qanday tozalaysan? Mosh tozalanardi, oldin ichidan toshni olib tashalardi. Kosamda o'tirarmidi? Xo'pdi, yana bitta yaqinroq. Hop. Kosa, bilib olasan-da. Hop, et. Mana kosa o'tiribdi-yu. Hop. Tepasida odam turibdi. Sochini bo'yayotgan kelaymi? Opachi, kraskani shart o'tiradi. Faqat stolda o'tiradi, to'g'rimi? Hatto o'tiradi boshqa. Hozir qiz sochini bo'yayapti, to'g'rimi? Oldingi hayotimizda bo'lgan faqat, to'g'ri? Hozir kraskaga bo'yalmayapti-ku. Salonlarga borishyapti-ku. O'tirmidi bo'yalyapti. Markerda bo'yashyapti bu. Voy, mana savolni ham bor edi. Degan, zo'n narsa. Ayyo gap yo'q, vash yorib yubording. Shokka tushib qoldi. Butun Beruniy hayratda hozir. Topamading-ku? Savolni bera olmadim dega. O'xshatishni topamadingsan. Voy, oldingi hayotda nima aloqasi bor bunga? O'tir, hozir ham qo'y. Oldin shunaqa bo'lardi-da. Hozircha hozir mana. Hozir unaqa bo'lmayapti. Nimaga bo'lmaydi? Akachalarim, singlarim mana shunday o'tirib, kraskam shu o'tirishardi. Hozir salonga ketishyaptimi? Ha, salonga borishyapti to'g'ri. Uyda bo'yaydigan qiz qancha hozir? Endi o'sha yerdan savol beraman senga. Bo'ldi. Qanday turibdi? Kelajakda hayoting. Nima bu? Ha? Haykal, haykal. Nima turibdi bu? Aynoqchilik ham, ha? Savol bu. Yomon narsa lekin. Yomon kulgili lekin. Bo'ldi, o'chiramiz.